Shular mana biz Tbilisi'mizdamiz. Chiqmagan bodringlarni hayron qolib chalasiga ektiryapmiz mana. Mana opalar ekyapti. Nimaga chiqmay qoldi? Mana chiqqanlar mana bunday 3-quloq, 4-quloq chiqarib boshla mana. Ko'ryapsizmi? Buning sababini o'rganish uchun ichini kovladik. Mana. Sinib mana shuni ustini ichini chapaqida ichidan qurchib keladi. Hozir bir jiyan yaxshilab e'tibor qilingizlar. Mana qurt. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu qurtga qarshi dori sepishimiz kerak. Nima dorini tavsiya qilasizlar? Mana shu urug'lichidan chiqib kelyapti. Bodring chiqmayapti deb nolib qolamiz, lekin aslida uni qurt yeb yotibdi. Shu qurtga dori sepish kerak.